Nima uchun hali hamon qimor olamidamiz? Nimaga stavka qilishda davom qilmoqdamiz? Onlayn kazinolar o'ynashda davom etmoqdamiz. Bu o'yindan nima sababdan chiqa olmayapmiz? Bugun shu to'g'risida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Bugun shu sport o'yinlarini stavka qiluvchilar, onlayn kazino o'ynayotuvchilar nima sababdan hali hamon shu o'yinda, nima sababdan o'ynayotganliklari, bu o'yindan chiqish yo'llari to'g'risida gaplashamiz. Avvalambor men o'zim shu stavka qilmayotganimga bugun ro'ppa-rosa 4 oy bo'ldi. Shu 4 oy mobaynida menda nimalar o'zgardi? Bugun shu to'g'risida gaplashamiz. To'g'ri, bu narsani tan olish, qimor o'ynayotgan, qimor botqoqida yurgan insonlar bu narsani tan olishdan qo'rqadi. Bu mendan ham bo'lgan. Men ham shu yashirganman, stavka qilganman, to'g'ri. Bu stavkalar orqasida katta muammolar bo'lgan menda. Qarzdorlik botqoqi, oilaviy kelishmovchiliklar, yon atrofdagilarga katta zarar berganligim ham bu sir emas. Chunki bu qimor tuzog'ida, qimor olamida, miyasida faqat shu stavka, onlayn kazino bo'lib qolgan insonlarda atrof muhitlarga, yaqin qarindoshlariga katta zarar yetkazadi, o'ziga ham katta zarar yetkazadi. Chunki o'zini sog'lig'i ketadi, stress holatda bo'ladi, kechqurunlari uxlay olmaslik holatlari bo'ladi. Vaholanki oilasida ota-onasiga, yon atrofdagi a'zolariga katta ziyonlar yetkazib qo'yishi mumkin. Endi men o'zim haqida gaplashadigan bo'lsak, shu 4 oy mobaynida mana stavka qilmay yuribman. Stavka qilmaganimdan keyin menda nimalar o'zgardi? Avvalambor birinchi navbatda shu xotirjamlikni tikladim. Oldinlari kechqurun umuman uxlamasdim. Faqat o'y xayollar, qarzdan qanday qilib chiqib ketaman, shu qarzni qanday qilib ertaga yopaman, kimdan yana yangi qarz olib, shu bitta yana bir marta omadimni sinab ko'raman, bitta stavka qilib ko'raman deb kechqurunlari strategiya, bir sxemalarni o'ylab ko'rar edim. Bu eng katta xato narsalardan birini shuni tushunib yetdim va birinchi navbatda shu xotirjamlik, uyquni bemalol uxlaydigan bo'ldim. Shu 4 oy mobaynida shu ham xayoldagi, fikrdagi, shu xayoldagi, o'y xayoldagi qimora bo'lgan ehtiyojni yo'qotdim va menda ichki xotirjamlik, kechqurunlari bemalol uxlab olish fazilatlari boshlandi. Chunki kechqurun inson bir sog'lom fikr uxlasa, yangi g'oyalar, fikrlar keladi. Ikkinchidan shu ibodatimni tikladim. Avvalambor Allohga shukronalar aytaman. Chunki har kuni sog' omon uyatgani uchun, shu qalbimni iymon, hidoyat nuri bilan to'ldirgani uchun, yangitdan shu ibodatlarimni qayta tikladim. Har kuni voqli turib bomdod namozini o'qish uchun masjidga niyat qilib, xolisona niyat qilib shu 40 kun mobaynida bordim. 4 oy mobaynida mana 4 oy bo'ldi, hali hamon davom etmoqda. Inshaalloh har kuni boraman. Ibodatda gap ko'p ekan. Chunki Alloh g'oyibdan rizqni ham, hamma narsani ham barakani ham berar ekan. Va mana 4 oy mobaynida shu qimor, stavka olamida yurmayapman, stavka qilmayapman. Daromadim ham 2 barobar oshdi. Chunki inson miyasi faqat shu qimor, stavkalarda bo'lmagandan keyin yangi g'oyalar, yangi fikrlarni o'ylashni boshlayotgan inson. Daromadim 2 barobar oshdi. O'zimga hurmatim oshdi. Yon atrofdagilar bilan munosabatlarim ham yaxshilandi. Xudo xolasa, mana
fikrlarimiz toza bo'lgandan keyin toza g'oyalar, yangi g'oyalar kelishni boshladi. Qimor o'ynamagandan keyin har bir hayotni oddiy narsadan ham zavqlanishni boshlar ekansiz. Hamma narsaga vaqt ajrata olaman. Ishdan keyin bemalol oilang bilan birga bo'lasan. Shu 44 oy mobaynida o'zimga kun tartibi qilib olganman. Ertalab shu sport bilan shug'ullanaman. Boshida qiyin bo'lgan, lekin ammo bunga ko'nikib sportni har kuni qilaman va o'z sog'lig'imga ham e'tibor qilishni boshladim. Formamni tikladim. Keyin va yana shu 4 oy mobaynida ichida shu to'g'ri qaror qabul qilib, o'z ustimda ishlab kitob o'qishni boshladim. Kitob o'qish ham bu ham bir hamma ham qila olmaydi. Bu to'g'ri, qiyin. Bir boshida qiyin bo'lgan. Buni ham rejim qilib olib, kitob o'qib, o'zingizga kerakli ma'lumotlar olsangiz ham bu ham miyani shu qimordan uzoqlashishiga yordam berar ekan. Shu fokusimni ishga qaratdim. Ishda ham oldin faqat ishxonaga borib soat 8 soat ishlaydigan bo'lsak, o'y xayol fikr qimorda bo'lgani uchun shu stavka nima qilsam bo'ladi ekan deb xayollarni qilgandan keyin ishga fokus qaratilmagan edi. Hozir mana 4 oy mobaynida o'z kasbimni bir chuqur mutaxassisi bo'ldim desam ham bo'ladi. Chunki ishimga diqqatimni shu qaratganman. Stavkaga emas, faqat ishimga shu kamchilikim bo'lsa, bilmaydigan narsamni qayta o'rganib, shu sohani bir chuqur mutaxassisi bo'lmoqdaman deb o'zimga aytsam ham bo'ladi. Shu qimor olami hozir ko'pchilik mana 4 oy mobaynida blog ham yurityapman. 4 oy mobaynida misol ko'p insonlar bilan gaplashdim. Bu insonlarda ko'pchiligida shu bir narsa qiynab turgan savol bor. Ular shu qimordan chiqa olmayapman. O'y xayolim faqat qimor ichida bo'lib qolyapti. Shu nima qilsam bo'ladi o'yindan chiqishda, stress holati va nima qilishni bila olmayapman degan savollarni berishmoqda. Avvalambor to'g'ri, qimordan birdaniga chiqib bo'lmaydi. Qimor degan narsa kutishni bilar ekan. Inson qachonki qarzlarini, hamma muammosini yopgandan keyin eski triggerlar, shu stavka qilib yurgan paytdagi misol 1000 marta yutqizgan bo'lib 1 marta yutgan bo'lsa, shu yutug'i esga tushib ketadi. Shu 1 marta o'ynayman, 1 marta o'zimni omadimni sinab ko'raman deydi-da, kichik summadan boshlaydi va yana bilib bilmas qimor olamiga kirib qoladi. Ko'pchilik inson bilan gaplashyapman. Yana bitta sabab shu qimorni tashlay olmayotganiga, shu qimor olamidan, stavka olamidan, kazino olamidan orttirgan qarzlarini qanaqa qilib qarzlarimni yopaman, shu qarzlari shu bezovta qarzlarini o'ylagan holda yana qimor o'ynamoqda. Shuni bilingki, shu qarzlarimni yopaman, shu qarzlarimni bahona qilib yana o'ynayotganlar va yana siz batar tubanlikka kirasiz, batar qarzdorlik botqoqiga kirasiz. Men to'g'ri bir shu o'yindan chiqqan bir inson sifatida sizlarga maslahat berardim. Tan oling, to'g'ri qaror qabul qiling. O'yindan yutishingiz mumkin. Faqat bu yutgan pulni baribir siz shu bukmekerlik yoki onlayn kazinomi shu joyda yana yutkazib berasiz. 2 barobar qilib yutkazasiz. Vaqtida tan oling, to'g'ri qaror qabul qiling. O'yindan chiqsa bo'ladi. Faqat buning uchun sabr kerak va tartibli harakat kerak. Shu o'yinni stavka qilishni, onlayn kazinolarni tugatdingizmi, to'g'ri fikr qilib, to'g'ri harakat qilib, mehnat qiling. Alloh g'oyatdan beradi. Ilohim shu barchamiz shu qimor olamidan stavka qilib yurganlar, onlayn kazino qilib yurganlar hammasi shu chiqib ketish iloji bor. To'g'ri qaror qabul qiling. Bundan chiqishning iloji bor.
bu videoni qimordan aziyat chekib yurgan, qimordan chiqmoqchi bo'lib yurgan yoki ularning yaqinlariga tashlab qo'ying. Video yoqqan bo'lsa like bosing, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Videolarimiz sifatli chiqishi uchun hozirgi kunda pul yig'moqdamiz. Kameraga yangi o'z hissangizni qo'shing. Yana nimadir savollar bo'lsa, Telegram gruppada anonimniy fikr almashadigan gruppamiz bor. Qo'shiling. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiring. Yangi videolarimiz uchun yangi mavzu bo'lishi mumkin. Ko'rishguncha.